deyish eng ko'p birinchisi siz o'qigan Akbarjonni shaxsan o'zim tabriklayman. Ya'ni boshqa mana rahbariyat tomonidan Akbarni mana shu bilimli bellashuvimizda birinchi o'rinni olganligi bilan hammamiz bir ovozdan tabriklab qo'yaylik. Juda ham xursand bo'ldim. Shunaqa chiroyli natija qilsam, barovini olib, havas bilan qaraydigan ahvolda bo'lgan. Juda ham chiroyli yozgansan va bironta ham grammatik xatolaring yo'q ekan. Men juda ham xursand bo'ldim sendan. Ilohim mana shu o'qishingni davom ettirgin, kelajakda o'zing xohlagan kasb egasi bo'lib, yuqori natijalarga erishish, ota-onangni har yoqda xursand qilish. Xo'p, молодец. 103 ta eng ko'p ikkinchi sinflar o'rtasida eng ko'p o'qigan o'quvchimiz Arif Akbar. Akbar молодец. Juda ham xursand bo'ldim. Men 3-chi.